Ramazon oyida ehtiyojmand oilalarga 1 million so'mdan bir martalik moddiy yordam beriladi. Toshkent shahrida inson a'zolari va to'qimalarni noqonuniy oldi-sotisi bilan shug'ullanishda gumon qilingan shaxslar qo'lga olindi. Farzandini 7-qavat derazasidan tashqariga chiqargan onaga chora ko'rildi. Kam daromadli oilalar pillachilikka jalb etiladi va qo'llab-quvvatlanadi. O'zbekiston Standartlar instituti qayta tashkil etiladi. Kunning shu va boshqa muhim yangiliklar bilan tanishtiramiz. Assalomu alaykum. Boshlaymiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev ipakchilik sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Unda kam daromadli, ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarni pillachilikka jalb etish va ularni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilishi ta'kidlandi. Joriy yildan boshlab mahalla yettiligi orqali aholiga 1 kilogramm pilla qiymatining 35% miqdorida subsidiya, parvarishlash jihozlari hamda uskunalar xaridiga 20 million so'mgacha sudda ajratish yo'lga qo'yiladi. Pillachilikda sanoat usulini kengaytirish muhim vazifa sifatida belgilandi. Hozir pillaning asosiy qismi xonadon sharoitida yetishtirilayotgani qayd etilar ekan, maxsus qurtxonalar tashkil etish orqali hajm va sifat barqarorligini ta'minlash mumkinligi ta'kidlandi. Klaster tomonidan qurtxonalarni qurish va ishga tushirishni rag'batlantirish, shu jumladan qurtxonalarni yer va mol-mulk solig'idan 2029-yil 1-yanvarga qadar ozod etish taklif qilindi. Navbatdagi xabar bilan davom etamiz. Prezident qarori bilan Vaqf xayriya jamoat fondiga 800 milliard so'm ajratildi. Qarorga ko'ra ijtimoiy reyestrning davlat ta'minotidagi oila toifasiga kiruvchi oilalar, o'zgalar parvarishiga muhtoj yolg'iz yashovchi va yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, shuningdek yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar yashayotgan oilalarga 1 million so'mdan bir martalik moddiy yordam ko'rsatiladi. Bundan tashqari, ijtimoiy reyestrning kambag'al oila toifasidagi hamda mahalla yettiligi tomonidan shakllantiriladigan qo'shimcha ro'yxatdagi ehtiyojmand oilalarga 500 ming so'mdan bir martalik moddiy yordam ajratiladi. Bunda qo'shimcha ro'yxatga kiritiladigan oilalar soni hududdagi davlat ta'minotidagi oila toifasidagi oilalarning umumiy sonining 20% dan oshmasligi belgilab qo'yilgan. Navbatdagi xabar bilan tanishtiramiz. Toshkent shahrida inson a'zolari va to'qimalarni noqonuniy olish-sotish bilan shug'ullanishda gumon qilingan shaxslar qo'lga olindi. Aniqlanishicha, muqaddam O'zbekiston Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi bilan sudlangan 1989-yilda tug'ilgan fuqaro turmush o'rtog'i bilan birgalikda erkaklar uchun donorlik masalalari bo'yicha inson a'zolari va to'qimalarni noqonuniy transplantatsiya qilish ishlariga doimiy ravishda aralashib kelgani ma'lum bo'ldi. Jumladan Istiqlol klinikasida muayyan shaxslarga operatsiya o'tkazishni tashkillashtirish bilan shug'ullanganligi qayd etildi. Shuningdek, uning o'zi ham buyrak ko'chirish operatsiyalarini amalga oshirgan va bu ishlarga boshqa shaxslarni jalb etgan. Ushbu holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 133-1-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llandi. Navbatdagi xabar bilan tanishtiramiz. Prezident farmoniga muvofiq texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi islohotlarni jadallashtirish doirasida O'zbekiston Standartlar instituti uning tarkibiga O'zbekiston ilmiy sinov va sifat nazorati markazini qo'shib olish orqali qayta tashkil etiladi. Shu bilan birga mazkur markaz faoliyati tugatiladi hamda uning tarkibidagi muvofiqlikni baholash organlari bekor qilinadi. Hujjatda shuningdek milliy sifat infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha 2026-yil uchun maqsadli ko'rsatkichlar belgilangan. Navbatdagi xabar ko'pchilikni ko'nglini xira qilgan xabarlardan biri hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda noma'lum ayol o'z farzandi hayotini xavfga solib, 7-qavat derazasidan tashqariga chiqargani aks etgan video tarqaldi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabariga ko'ra, holat Yangi Hayot tumani Yangi Choshtepa mahallasida sodir bo'lgan. 2001-yilda tug'ilgan ayol voyaga yetmagan farzandini 7-qavat derazasidan chiqarib, telefoniga tasvirga olgan hamda videoni ijtimoiy tarmoqqa joylagan. Ta'kidlanishicha, hozir ayol ruhiy holatini tekshirish maqsadida ruhiy asab kasalliklar shifoxonasiga yuborilgan. Uning farzandiga zarar yetmagani hamda u yaqin qarindoshi qaramog'iga topshirilganligi aytilmoqda. Holat yuzasidan Yangi Hayot tumani ichki ishlar organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimizning so'nggisi edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali kuzatib boring, obuna bo'ling. Salomat bo'ling.